Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Query'da ishlash darslarimizni Power BI darslari ichida uchinchi dars sifatida ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda Power BI'da ishlashni boshlaganmiz. Albatta Power Query'da ichidan ishlashga to'g'ri kelar ekan. Power Query'da ko'proq amallar bajarilar ekan. Ho'p, bugun boshladik. Shu darsimiz juda ham sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Darsni boshlashdan oldin albatta Telegramga kiringlar. Qidiruv joyiga qattiq X bilan Bahodirjon ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Mana 2586 ta odam bor. Mana bu rasmli Telegram kanalim chiqadi. Albatta bunga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng kerakli postlar YouTube kanalimdagi eng yangi videolar e'lon qilinsa ham albatta shu Telegram kanalda berib boriladi. Bexabar qolib ketmaysizlar yangiliklardan. Xo'p, qani ketdik. Man rejalab chiqaryapman hozir. Mana bugun mana 3 ta qiladigan ishimiz bor. 3-darsda birinchisi mana yangi fayl ochib Googledan aholi soni davlatlar bo'yicha deb bizlar Wikidan jadval tortib olishim kerak ekan. Bu ishni oldingi darsda ham qildik. Shuni boshidan tezkor ishlatib ko'rsataman. Power BI desktop ochib olyapman. Bundan kirganingizda pustoy отчет qilib yangitdan ochaveraman noldan. Mana bo'm-bo'sh hamma narsa. Bu birinchi qism, ya'ni birinchi отчетlar oynasi, keyin tablitsa, keyin mana modellar. Отчетda turgan holda mana biz internetdan ma'lumot olish uchun mana bu yerda yozilgan nima deb qidirish, mana aholi soni davlatlar bo'yicha deb Google'dan qidirib topib ma'lumot olishim kerak. Bu uchun Google'ga kiraman va mana qidiruv joyiga aholi soni davlatlar bo'yicha. Mana Wikidan chiqadi, Wikipediadan birinchi bo'lib. Mana shu linkni olib olishim kerak mana. Linkini kopiya qilib olasizlar, Ctrl C da. Power BIdan siz получить данных mana baza olishimiz kerak. Bunda другойga o'tasizlar. Keyin bu yerda ham другой internet mana. Internetga kirgan holda ho'p, mana URL adres bu joyga yozishingiz kerak. Mana boyaga linkni olib OK deb bosaman. Va ozgina kutish ketadi. Ozgina kutganingizdan keyin mana navigatsiya, ya'ni oynasi ochiladi. Bu joyda sizga qanaqa jadvallar berish, qanaqasi berish, bu link sayt ichida faqat bitta jadval emas, bir necha jadvallar ham bo'lishi kerak va bularni sizga hozir tavsiya qiladi. Mana tablitsa bir bor ekan. Mana предварительный просмотрda ko'ryapsiz bo'ladi. Mana asosiysi shu. Tablitsa 2 da mana boshqacha ko'rinish, tablitsa 3 da boshqa jadvallar, 4, 5 mana har biri sizga kerakli tablitsa qaysidir qismida yotgan bo'lishi mumkin. Mana HTML kod ko'rinishida ham o'sha bo'lar ekan hattoki. Menga mana tablitsa 1 to'g'ri kelgan. Mana tablitsa 1 da olaman. Shunga galочка qo'yasiz, загрузить tugmasini bosasiz. Bu hozirgi internetdan mana Power BI faylni ichiga jadvalni ko'chirish jarayoni. Mana bu yerda mana qizil sariq ogohlantirishlar bilan turgan bo'lishi mumkin boshlanishida va bu загрузка jarayonida shunaqa chiqadi va bu hozir загрузка tugagandan keyin bu yo'qoladi avtomatik. Xo'p, mana jadval olindi. Albatta bu отчет oynasi ko'rinmaydi. Mana ikkinchi jadval oynasiga o'tsanglar, mana bizning jadvalimiz mana 242 qatordan iborat davlatlarda o'rni, hududi, aholi soni, mana sanasi qismi manbasi bo'lib kelyapti. Mana juda ko'p ma'lumot уже Power BIga oldik. Endi qiladigan ishim Power Query'ga o'tib olishim kerak. Bu uchun siz главныйga o'tasiz. Mana преобразовать данных. Shu преобразовать данныхni bossangiz avtomatik Power Query'ga o'tkazadi. Mana Power Query'da bizda tablitsa bor. Power Query'da ham tushuntirdim oldingi darsda. Mana bu yerda применение shagiga oldin qilingan ishlaringiz mana shu yerda ketma-ket yozib boriladi va siz orqaga qaytmoqchi bo'lsangiz mana shu yerda mana X qizilni bosib o'chirib orqa qadamga qaytsangiz bo'ladi. Bunda Ctrl Z da qayta olmaysiz. Power Query'da. Shu mana применение shagida qilasiz. Xo'p, endi Power Query'ga o'tib oldik. Power Query'da sizlarga tushuntiradigan yangiliklardan biri, qarang, mana bu yerda bizda mana bu davlat necha ustunligi, men misol kichraytirib qo'yaman, chunki men ichidan ko'rsatyapti nimaligini, yachekani. Necha qator, nechta bo'sh ustun hammasini biz mana bunda tushib mana 246 qatorni ko'rmasdan
Mana bu o'rin degan ustun turibdi. Mana shu o'rinda mana tagida jирniyroq ko'k chiziq turibdi. Mana shu ko'k chiziqni sichqonchaga olib borsangiz mana 246 ta qator borligi, ошибка yo'qligi va pusto bo'shliq yo'qligi, ya'ni hammasi joyidaligini ko'rsatib beryapti. Bitta tekshirib chiqishi shart emas. Bo'shliq ketib qolmadimi, ошибка chiqib qolmadimi deb. Albatta ошибка va bo'shliqlar sizga xalaqit berishi mumkin. Davlat davlat yoki nomustaqil hudud. Mana buni ham ko'ramiz. Mana 246 ta ошибка pustolik yo'q. Keyingisida aholi sonida tak, bunday emas. Sichqonchani ko'k joyga olib borsa chiqaradi. Bunda ham boshliq yo'q ekan. Sanada kelamiz. Tak, hop, bu keyingi anaqalarni ham ko'rishim kerak, ustunlarni. Xo'p, sanada mana bitta bo'shliq bor ekan, pustoy degan. Xo'p, qismida xatolik yo'q. Manbada ham bitta pustoy bor. Ошибка emas bu, bo'shliq. Bo'shliqni ham yo'qotish kerak o'zi avtomatik, lekin yo'qotishingiz kerak, avtomatik emas, uzr. Faqat ошибка asosiysi. Bo'shliqda ham qilsangiz bo'ladi, но eng asosiy ошибка bizda yo'qligi. Va endi qarang, buni yo'qotish yo'llarini ham tushuntiraman. Demak, sanada bor ekan, mana tushaman. Mana sanada bo'shliq turibdi. Bizda bo'sh cheka va bu aynan O'zbekistonda kelgan ekan, chunki bizda sanani nimagadir bermagan. Qaysi sanadagi aholi soni. Bu yoqda mana bu yerda yozgan ekan, mana shuni bu yoqqa berish kerak edi ma'lumotini. Wikida sal xatolik bilan ketib shekilli. Ma'lumot sanani bu ustunga qo'shmagan. Xo'p, endi sizda bunaqa holatlar bo'lsa, mana nimani tushuntirish, ko'k chiziqda tushuntirdim. И pustoy qatorlarni tozalash. Misol uchun, mana bu qatorni tozalamoqchi bo'lsangiz, mishkani o'ng tomonini bossangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Mayli, удалить degan narsa chiqmaydi bu yachekada. Siz nima qilasiz? Mana bu yashil tugma, yashil chiziqqa olib borasiz va shu joyda mana удалить пусти degan o'zi knopkasi bo'ladi. Mana shu удалить пустиni bossangiz, hamma bo'sh yachekasi bor qatorlarni o'chirib yuboradi. Va bizda mana bu ro'yxatimizda O'zbekiston o'chib ketib qoldi. Adashmasam, mana Jazoir, Polsha, Sudan orasidami, Sudan, Marokash orasidami, shunaqa o'rinda turadi. Va endi biz ko'rsak, mana oxirida ham 245 ta davlatlar soni bo'lib qoldi qator. Ya'ni O'zbekiston yo'q bu joyda. Bunaqa qilish unchalik ham to'g'ri emas. Tavsiya qilinmaydi ma'lumotlar bilan ishlaganda. Shuning uchun mana bu qadamda, mana bu oxirgi qadamni o'chirgan holda qaytib olamiz. Ya'ni mana endi O'zbekiston qo'shildi. Tak. uh, Bizda keyingi qiladigan ishimiz shunchaki ustunni o'chirib tashlash bor. Filtr orqali ustunni qatorlarni o'chirish bor. Keyin yopish saqlash ekan. Xo'p. Protsent sana, mayli, umuman kerak emas sana. Shu mana boshliqni yo'qotish uchun ustundan voz kechyapman. Bu uchun nima qilasiz? Mana sana degan tepadagi qismga mishkani o'ng tomon bosasiz, mana udalить. Udalítni bosasiz, mana sana yo'q endi. Mana aholi soni qism mana bu. Endi bizda eng qizig'i sana bilan bo'shliqda voz kechdik va manbada ham bo'shliq bor. Eng qizig'i bu manbani ham boshlig'i O'zbekiston qatorida ekan. Endi buni qanday yopamiz? Boyagi yo'llarni tushuntirdim. Yashil chiziqqa borsangiz bunda ham chiqadi. Mana удалить пусти. Hop, bundan o'chirmaydigan bo'ldik. Manba ustunni ham o'chirsangiz bo'ladi mishkan o'ng tomondan yoki mana bunday qilsak bo'ladi. Qani yana bitta usul o'rgataman sizlarga. Biz mana bu filtr ustunlardagi filtrlar bo'ladi hammasida. Mana filtr tugmasini bosgan holda qarang, mana shu yerda mana tushasiz va tushgan holda mana bizda adashmasam qaysi birida mana pustos turibdi. Pustodan галочкani olib OK deb bossanglar, bunda ham hozirgi qatori ko'rsatmaydi. Shu orqali ham filtr orqali ham o'chirib qo'ysangiz bo'ladi qatoringizni. Hop, pusto chaqirdim yana. Mayli. O'sha variant yaxshi variant. Yana manbani o'chiraman hozir men. Удалить qilib bundan ham voz kechdim. Va bizda o'rinlar bor, davlat nomlari bor, aholi soni bor va qismi bor. Necha prosentda shu protsent bunga tegishliligi. Xo'p. Endi buni menimcha yetarli.
Yopib chiqib olaman powerqueryni, ya'ni закрытый применить, mana главный bo'limda bo'ladi. Shu закрыть применitni bosasizlar va powerquery yopiladi va загрузка qilingan ishlar saqlanish jarayoni boshlandi. Ho'p, buni kutamiz. Biz keyingi qiladigan ishimiz PowerB'dan o'zi Excel faylini chaqirib ishlaymiz ekan. Bu yoqda ham yaxshi narsalar bor hozir. Ho'p, mana Power Query yopildi. Power BI'dagi jadvalimiz mana bizda bu yoqda o'zgardi avtomatik. O'rinlar qoldi, davlat hududlari qoldi, aholi soni va qismi. Ortiqcha bo'sh yachekasi bor ustunlardan voz kechdik. Ho'p, endi buni X'i bosib chiqib ketaman. Ну, сохранить shart emas. Hozir men yangi Excel'dagi fayl, уже internetda emas, Excel'da bor fayllardan olib ishlataman. Hop, wiki ham kerak emas. Menda man продажа по месяц, ya'ni oyiga nisbatan sotuvlar. Mana qarang, mana bitta sizga kichik tovar ko'rinishi mumkin. No, bu aslida mana keyingi listada mana juda ko'p ma'lumot bor. Mana shu Excel'dagi fayl, shuni Power BI'ga tortib olamiz. Power BI'ga chaqirib olamiz. Bu uchun yana Power BI ochaman. Пустой отчет. Keyin получить данныйda alohida kirish shart emas. Mana kniga Excel'da bossanglar o'zi shu baza chaqirish tushunyapti. Kniga Excel'da bosaman. Va рабочий stolda menda mana продажа по месяцам degan Excel'da fayli bor. Открытni bosaman. Ho'p, bunda mana menda ikkita list chiqyapti. Chunki mana birinchi kichkina jadval bor edi, keyingisi list 3 katta jadval. O'zi hozir qiladigan ishimizni ko'rib olaylik. Tak, zagolovka ko'rinishda o'tkazish, yangi ustunlar qo'shish bilan ishlayman ekan, atributlar bilan ishlayman. Da, yaxshi ishlar bo'lar ekan hozir. Bunda qarang, mana предварительный просмотрdan ko'rib olaman. List 1da mana nima bor? Mana bu jadval bor ekan. Ikkinchisida list 3da mana kichkina jadval bor ekan. Da, list 1da juda katta jadval, list 3da kichkina jadval. Menga list 3 yetarli. List 3da o'zini bosib загруз tortib olaman kichkina jadvalni. Hop, o'tamiz jadvalga. Mana bu kichik jadvalim. Buni главныйdan преобразовать данныйdan Power Query'ga o'tib ketaman yana. Hop, Power Query'da ko'rib turibmiz. Mana bu joyda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana sizlar oldin ikkinchi darsdami tushuntirgan edim. Mana bu bizda mana bu tepada alohida kolumn deb ustunlarda alohida berib qo'yyapti nomlab. Shunda bizga bitta Power Query'da zo'r funksiyasi bor. Siz nima qilasiz bu joyda? Mana так, преобразовать, yo'q, главный oynasida, главный bo'limida mana использовать первые строки в качестве заголовка. Ya'ni mana bu birinchi qatori zagolovka sifatida, yuqori qism sifatida qabul qilish degan joyi bor. Shuni bosasiz. Chunki bizga mana tepa qism kerak emas, bu o'zi qo'yib olyapti. Shuning uchun mana shu tugmani bosaman. Mana bizga tovar, yanvar, fevral, mart, aprel, may deganlari tepa qismga o'tadi. Mana jadvalim ideal holatga o'tdi. Hmm. Mana bu yerda menga Excel kerak emas. Hop, hozir qiladigan ishim endi. Так, главный bo'limida endi hozir 3-4 ishlar bo'yicha преобразовать других stolс. Да, преобразовать. Преобразовать bo'limiga o'taman endi mana shu yerda. Bunda o'tganingizda, tak, qaysi qism edi? Так, преобразовать и OS других stolс. Mana bu yerda 3 talik knopka bor. Qaysi edi? Ma'lummi? Yo'q.
Yo'q. Ha, bo'ldi, bo'ldi, topdim. Preobrazовательdan qarang. Men nima qilmoqchiman hozir? Mana bu yerda juda ko'p ustunlar turibdi. Men jadvalni shunaqa qilmoqchimanki, ustun qatorlar o'rnini alishtirgan holda, boshqacha ko'rinishda jadvalni tuzilishini o'zgartirmoqchiman. Bu uchun sizda mana qarang, o'zi preobrazовать bo'limi shunga asoslangan bu funksiya, instrumentlari mana transponировать tushuntirgandim eniga bo'yiga. Ustun qatorlar o'rnini alishtiradi. Обратить строки, masalan, qatorlar o'rnini alishtirish, birinchi qator oxirgi qatorlar o'rniga alishtirish. Mana bu yerda stroklar hisoblash, keyin nomlash, bu hamma tushunadi. И shunga o'xshagan instrumentlari bor. Menda hozir mana bu instrument kerak bo'ladi. Mana ikkitalik jadval, mana uchtalikka mana boshqa jadval ko'rishni umuman o'zgartirish. Mana shuni bosgan holda qarang, men ikkinchisini ishlatishim kerak. Nima deyapti? Отменить сверстывание других столбцов deyapti. Mana shu ikkinchi funksiyasini bosaman. Mana shuni bosganimda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana qarang. Menda tovarlar, atributlar, mana bu tepadagi oylarda alohida qilib chiqarib berdi. Bu yoqda tovarlar значение mana ancha tushunarli bo'ldi. Hop, faqat endi mana bu nomlab qo'yishim kerak. Endi tak atributni mana переименовать qilib oylar deb qo'yaman. Keyin mana bu значениеga переименовать qilib bu joyga nima desa bo'ladi, soni или miqdori deb qo'ysam to'g'riroq bo'lsin. Miqdori deb qo'ydim mana. Usulni o'zim nomlayapman. Keyin bu joyda qarang. Mana детский kровать haqidami? Qaysi oyda qancha sotilgani mana. Просто menda itoglar kerak emas. Endi qarang, har birini itogini o'chirib qo'yaman bu joyda. Mana bu filtr tugmasini bosib turib, mana shu yerda mana общий итог degandan galочкani olib tashlaysiz. Okey. Faqat oylar qoldi. Mana детский kровать qaysi oyda qanchadan sotilgan. Mana kravatlar qanchadan sotilgani, va hokazo. Tak, mana bu ko'rinishga o'tkazib oldim. Keyin bo'ldi, menimcha yetarli. Buni endi glavniydan закрыть и применить qilib yopaman. Powerbiga qaytamiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, jadvalim juda ham yaxshi, chiroyli ko'rinishga o'tdi. Mana tovarlar, oylari, miqdori, qanchada sotilgan. Shu ko'rinishda jadvalni o'zgartirib oldik. Xo'p, bugungi darsimga yetarli menimcha. Power Query'da ancha ishladik. Savollar bo'lsa qoldiringlar. Kommentga albatta javob berishga harakat qilaman. Power BI'da yana nimalarni o'rganishni xohlaysizlar? Kommentlarga yozib ketsanglar. Video darslar ketma-ketligini, qaysi tomonga qarab ketishini sizlarda albatta istaklaringizni inobatga olgan holda e, rejalashtiraman va davom etkazmoqchiman. Xo'p, barchaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Sog' salomat bo'linglar. Charchamanglar.